Toshkent davlat tibbiyot universitetining nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrasi o'z faoliyatini 20-asrning o'rtalaridan boshlab izchil rivojlantirib kelmoqda. Kafedra faoliyati davomida nevrologiya, genetika, psixologiya va psixoterapiya sohalarida ilmiy izlanishlar, amaliy ishlar hamda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash bo'yicha katta tajriba to'plangan. Kafedraga turli yillarda nufuzli olimlar rahbarlik qilib, zamonaviy tibbiyot yo'nalishlarini joriy etishgan. Yangi diagnostika va davolash usullarini tatbiq etishda muhim hissa qo'shganlar. Ayniqsa so'nggi yillarda yosh mutaxassislar, tibbiy psixologlar va genetika sohasidagi yangi avlod ilmiy kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda kafedraga tibbiyot fanlari doktori, professor Rahimbayeva Gulnora Sattarovna rahbarlik qilib kelmoqda. U rahbarligida nevrologik va genetik kasalliklarning erta tashxisi, ularni davolash va reabilitatsiya qilish bo'yicha xalqaro standartlarga mos ilmiy amaliy ishlar olib borilmoqda. Talabalarga zamonaviy o'quv metodikasi asosida ta'lim berilmoqda. Psixologik yondashuvlar, shaxsga yo'naltirilgan terapiya va klinik amaliyotlar tizimi yanada takomillashtirilmoqda. Kafedra faoliyati bu ilmiy an'analar, zamonaviy yondashuvlar va inson salomatligini saqlashga xizmat qiluvchi fidokorona mehnat uyg'unligidir. Kelgusida kafedra jamoasi ilmiy tadqiqot ishlarini yanada kengaytirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va ta'lim jarayoniga innovatsion uslublarni keng joriy etishni maqsad qilgan. Shu tariqa Toshkent davlat tibbiyot universitetining ushbu kafedrasi nafaqat o'zbek tibbiyoti, balki xalqaro ilmiy maydonda ham o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.